إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetlik kürümen kardeşler, dersimizde imanın gücü hakkında toxtalımız. Euzubillahimineşşeytanirracim. İnnemel mu'minûnellezîne âmenû billahi ve rasûlihi sümme lem yertâbû ve câhedû bi emvâli enfusihim fî sebîlillah ve Şəksiz ki, həqiqi müminlər Allah'a və onun peyğəmbərə iman keltirgen, ondan imanda qılçı şək keltirmegen, pul meli bilen, canları bilen Allah yolda cihad kılgan kişilerdir. Ana şular iman davasında rastil kişilerdir. İmanın gücü hakikaten zor güç. Dünyada imanın, aqidinin gücüge tenkilelediğin hiç qanday güç yok. Yani hakiki imanı bar kişiler güçlük kilidi. Öz vaxtideki Ərəblər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Peyğəmbər bulub əvətilişdən ilgirki Ərəblər intayın qalaq, yani iqtisadi cəhətdən naiti namrat, siyasi cəhətdən, ictimai cəhətdən tarqaq, şundaq yaşaydı. Şunu cehalet devri deb atlattı. Cehalet, yani nadallıq devri deb atlattı. Şundaq bir insanlığa vehi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vehi kelgəndikin, ola vehi bilen tərbiyəleniş arqılıq imanın gücü bilen güçlənib hər qaysı cəhətdən güçlənib şu zamanlardakı Rim ve Paris'ten ibaret dünyanın titrib turgan iki tane imparatorluğunu ağdırıb taşladığan ve 3 qit'ada Avrupa, Asya, Afrika 3 qit'ada hakimiyetini yürgüzgen. Ulan şunda qılğan narsa iman. İmanın gücüyle şunda qılğan. İman hazır mı? Üzünün gücünü emas. Ama insanlar üzüde imanın gücünü üzüde yo'qotgan. Müminlerin güç kuvveti fakat Allah bilen buldu. Mümin adam üzü yalğız bolsa aciz, Allah bilen bolsa güçlük buldu. Çünkü mümin adam güç kuvvetini, medetini, yardımını Allah Taala'dan aldı. Kalbi Allah'a telpinip durdu. Şunun için onun kalbi güçlük buldu. İman her taraftan güç. Birinci en mühim narsa tevhid. Tevhid akidesinde biz şunda itiqad qilamiz ki Allah Taala hammadan güçlük, hammaga g'olib, bütün güç kuvvet Allah Taala'ga mensup, bütün güç kuvvetinin menbasi Allah Taala deb itiqad qilamiz. Mushundaq itiqad qilgan adam o'zining güç kuvvetini Allah Taala'dan aladi. Allah Taala'ga yo'lanadi ve yeterli sebeplerini qilish orqali Allah Taala'dan güç aladi. Bunun misalları nihayeti köp. Mesela Hasan-ı Basri bilen Haccaj'ınki kıssası. Bir günlerde Haccac Bağdat'a vali bulup tayinlandı. O Haccac Müslümanların işinden çıkan kumandan ama nihayeti keskin boğalık için o zalim deb atalgan. Yani şunda kalla kesişke usta, şunda bir adam hem de. Ama onunki açığını keldigen onun karşı çıkan adam hiç qanday hayat qalmagan endi. Bir günlerde bu zalim haddidan eşip şunda zulm qilgan Hasan Basri radhiyallahu anhu bunun karşı gaplarni qilgandan bu gap onun quluqiga yetidi. Haccajni bir kuni chaqirtdi. Chaqirtgandan normalda endi bekimni chaqirsa onun kallasini ilishga chaqirtgan endi achchiqlab chaqirsa. Şu çağda Jallatları kılıçlarını tayyor qilib turgan, hatta qan boshqa maxsus ayda bir gilamni tayyor qilib turgan yo'gaydi qanga. Shunda tayyor turganda Hasan Basri radhiyallohu anhu kirdamdi. Kirgandan keyin buningki nimasini hayvetini ko'rib, Hasan Basrining hayvetini ko'rib, bu Hajjaj o'rnidan turib, "Kilang, siz haqiqatan katta olim. Alimlerinin en ki tacısısız deyip yenide o'ltirg'izib
onun ətirlərini sugab, yüzüge, sakallığa nima qilib. Onun ahval sorab, bazı fatva meselelerini sorab, chiroyli yo'lga qo'yib qo'ydi. O atrofidagilar hayron qoldi. Onun anhu sirtqa chiqqanda kishidi, bu sizni asli o'ldirish uchun chaqirgan. Onda bo'lmadi. Ama siz şu çağda Haccajning Qashqa kirgan vaqtda og'zingizni bir midlatgan nima deganlikin Hasan al-Basri radhiyallohu anhu deydigan, men şu İbrahim alayhissalomga shu o'tni so'qib qilib berganimdek, mening shu hajı jinimni oladi, shu meni bir qiynamay olsin, menga bir o'limni rohat qilib bergin deb Allohga duo qilgandim deydiganda. Demak bu olim olimninki haqiqiy olim bo'lganligi uchun bunun heybeti şu zalimni korkutkan. Hazırki zamanda hem de şundak kişiler intihayin az buluşu mümkün hem de imanın heybeti aşında güçlük. Yani o asli öldürüş için çakırgan bolsa mu, lekin onun heybetinin yüzü korkup gidip onu hürmetlep yolga sep koyganda. Ondan başka ilim marifet, ilim güç. Biz küçük vaktimizde bilim güç dep okuduk. Uçak nasıl yetmeydi. Hazır qarasak hamda bilim hakikaten küçken. İqtisad mı şuna olan kildi, erkinlik mi şuna olan kildi, hemme narsa şuna olan buldu. İlim, to'g'ri yo'lsunda yashash, Allohni rozi qilish, xalqini rozi qilish ve yüzünü ata-onasini rozi qilish shu ilim bilan keladi. O'qish hamda ilim hakikaten zor kuch hamda. İlimning hurmati mu hakikaten zor. Burundan tortib ilim ahli shunda hurmatlanib kelgan. Emevilerinin 7. halifesi Süleyman ibn Abdülmelik iki oğlu bilen bir günü bu hac qilg'ili Mekke'ye keldi. Mescid-i Haramga kirse insanlar bir adamның etrafında oturuşup algan, onun fatva soruşup şundan oturgan. Bu nime ahval, hemme adam muşunun Qashqa kelgan deb basa, hamda Ata ibn Rabah degan ulama ekan. Yani onu şunda tasvirlaydi ki hem de o qaritanlik, çaşları şunda qilib büdür ve o yüzümü şunda nayte kürümsüz ve qudur. Şunda kiyimleri jul, şunda bir adam oturdu deyden padişah. Bir adam oturdu, hemme adam aşının ağzına qarab oturdu. Şuna ola ben berip onundan salamlaştım. Sen kimsen? Ben Ata ibn Rabah dedi. Degandan seni muşunda hürmetli qil, hemmeden ağzını qaraytgan qilgan ki nime bu deb so'rasam deydi. Mening kishilardan behojat bo'lganligim, ya'ni kishilarga muhtoj bo'lmaganligim meni shunda makonga ko'tardi deydi ekanda. Undan keyin bu haqiqiy olim mushikan bütün fatvoni so'raydiganlar mushi kishidan so'rsin deb qolib, ular ömür qilib ketgan bolalar bilan da. Shu ömür qilish jarayonida bir shariat masalasida ba'zi masalalarda ixtiloflashib qolgan. Yani şu Ata ibn Rabah'ның yeniga kelgan fatvo so'g'ili. Shu kishilar o'chrat kutib fatvolarni so'g'ili hal bo'lgandan hozir zamondagidek nimalar elektronlik uçur vasıtaları bo'lmaganligi uchun shu ulamadan so'raydigan gapda. Shunga shuningdan o'chrat kutib turgan vaqtida bu podshoh bo'lgandan keyin sapni yerib kirganda, ata to'xtab turgan tuğay yerimizde nöbet bilen kilerde o'tgan. To'xtab qo'ygandan keyin o'zining navbatini saqlab o'tirib hojilar bilan keyin navbat kelganda fatvosini so'rab chiqib bulab sirtqa ikki bolasiga aytgan. Qarangli bolalar, ilimning qanchalik kuchli ekanligini, ilimning qanchalik hurmatli ekanligini, ilimning kuchini men hozir bildim. Men mushu butun musulmonlarning podshosi turib, mushu bir qartallik, bir qul, yani shunda deyotgan qartallik qul, mushuning oldida men shunchalik xor bo'ldim. Chunki bu ilm ahli. Ilm ahli haqiqatan bu shunda hurmatlanishga tegishlik. Gerçi qartallik qul bo'lsa-mu, bu shunda hurmatlanishga tegishlik. U ilm o'qinglar deb bolalarga shuna vasiyat qildi ekanda. Demak, ilm ashunda kuch, her tarafdan kuch. İbadetmi kuch? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabelerinin içinde Cüleybib deb namrat bir sahabe varken, o sahabe mescidde yatıdı. Yatıdığan
yerga saltgan to'pining ustida yotadigan gap, kiyimlari jul-jul, hech tuqqunimi yo'q, ailesimi yo'q, hech nimasi yo'q hamda. Shu sahobalar binasi akib birtgan, Rasululloh ba'zi binasi birtgan shu. Ammo shu 5 vaqt birinchi safda Rasulullohning orqasida turgan va qandaqla bir jihat bo'lsa Rasululloh bilan birga chiqadigan. Ashundoq taqvo Rasulullohni yaxshi ko'radigan ayol kishi ekan. Bir kuni Rasululloh unga Julayb sen o'ylanmamsan? Ya Rasululloh, men bilan kim o'ylanadi? Meni ko'mamdan hech narsam bo'lmasa deb aytadigan ekan. Cho'qim o'ylanadi sen bilan. Naqda menga bilan kamaydi kim degan. Sen kutib turgin deydi ekan. Bir kuni şu Medinalik ensarlardan birisi kelib, meningki qizimning yo'ldoshi vafot bo'lib, uni endi shu yaxshi kimga uy bo'lgan bo'lsa deb kelgan. Deganiki Rasululloh bo'ldi, uni nikahlaymiz degan ekan. O sahoba qo'shilib ketib Rasululloh o'zini nikahlaydigan. Voy o'zlari nikahlamlar bak yaxshi bo'ldi degan. O'zimga emas, boshqa birisiga kimga Julayb Aşı Julayb işimiz bo'lmasa, ya ailesi bo'lmasa, ya mal dunyosi bo'lmasa, yoki bir o'zininki bunda turuqi, ya'ni ko'rimsiz shunda tursa, qanday men unga o'ylandirman degankin. Mushuningga o'ylantirishni agar o'ylandirmoqchi bo'lsam, mushuningga o'ylandirgan degankin, andaqda men onasi bilan maslahat qilib kelay deb berib ayoliga buni Rasululloh nikahlayotgan bo'ldi degankin ayolimi qo'shilib Rasululloh altgan bo'g'a o'xshaydi deb qo'shildi. Yo'q, andaq emas, Rasululloh emas, boshqa birisi. Kimkan Julayb. Biz ne kishilar kelsa shuni bermasak, ham mushi Julayb deb qo'yamizmi deb ikkisi takallashib turgan vaqtida qiz uni anglab qolganda, anglab qolib, sizlar nima deyapsizlar? Rasululloh buyurgan tursa, Rasulullohning buyrug'ida cho'qim yaxshilik bor. Sizlar nima deb takallashlar? Tamam men tegiman dadam berib damsiz Rasulullohga deydi. Degandan shuni bilan berib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga berib qizni o'ylantirishni xohlayotganligini deytgan, Julayb bilan o'ylantirib qo'ygan, to'yni qilib qo'ygan Rasululloh. Bir qancha kundan keyin bir haftaga yetmagandan keyin bir jihatga chiqishga to'g'ri kelib qolgan. Rasululloh bilan birga jihatga chiqgan sahoba. Jihat tugagandan keyin shahid o'g'illarni izlab jasadlarni to'playdi ekan. An qarasa bu Julayb yo'q, ya uning jasadi yo'q, ya yuzi yo'q hamda. Bu sahabelerden hemmini toplap olduğunu degan, hemmeyler, hemmisini şehit olanın hemmisini topladı, hiç kim kalmadı degan. Birisi kalganda kıldı. Endi anna diken bağıl, bunda bir biçare bu kişilerimi bek bir dikkat kılıp ketmedi diken onunla da. Şuna bir kişi yok, Julayb yok deb Rasulullah billahi izleyen diken o bir kançı yerden kılıç urulup şehit olup yatı diken. Rasulullah mübarek onu tutup elep şu cesediga qarab turib ana minke ve ente minni deydi. Sen mendin, men sendin yani. Men senin ailemdin, sen benim ailemdin. Senin gerçi hiç qanday tuqqunun hiç qanday narsa bo'lmasa-mu, biz ikkimiz bir ailedin deb shunday deydigan jasadiga yuzi dafn qildi ekan. Uningdan keyin bu sahobalar Madinaga qaytib kelgandan keyin mushu ahvollarni anlab bu Julayb'ninki ayoliga iddi chiqqandan keyin o'ylanish uchun natijiq xili yuzlik nimali va ashunda kishilar elchilab kirgil turgan. An shu vaqtda uningki o qizning dadasi shu chaqda deytgan. Rasulullohninki tanlig'ida haqiqatan yaxshilik bormina. Bu deb shunda deytganda. Şu ibadatning kuchi bilan Rasulullohning oldida shunchalik hurmatli bo'lgan, Alloh taolaning oldida ashunda bir qimmatga ega bo'lgan bir zotga hamdi u. Uningdan keyin duomi kuch endi. Duomi haqiqatan mu'minninki kuchi, mu'minning qalqini. O'z vaqtida Yunus alayhisalom qavmiga payg'ambar bo'lib avatilgandan keyin qavmi iymon etmay uni xaf qilgandan keyin qavmidan qaydab boshqa bir yerga ketib qolgan. Ketib qolish jarayonida bir daryodan dengizdan mo'shani o'tashga to'g'ri kelib bir kemaga chiqib oldi ekan. Kemaga chiqib olgandan keyin bu suning o'tirg'i kelganda bu yuk eg'irlashib ketdi. Kema cho'kib ketgan şehirdeki mal, tovar binası hemmeni denizga tashlaydi ekan kishilar, jinimiz saqqasi. Tashlasami yana shunda yana bu
yenilmegandiki arangladan birini taşlaymiz deb shunda deydigan, shuni bilan chak tashlashsa bu Yunus alayhissalomga chiqib ketgan. Bundan bu yaxshi bir odamdek turdi deb buningga chiqmasin deb yana chak tashlab 3 qatim chak tashlab shunga chiqqan. Chiqqandan keyin ular shu dengizga tashlatgan. Dengizga tashlatganda bir kit uni yutib oldi. O kit degan shunda cho'ng narsa ekan, hamda odatdagi bir kit 150 tonna keladi deydi. O bir vaqt tomog'iga 300 kilogram beliq yedi deydi. O kitning og'zida bir odam igiz uyri tursa uyri tura oladi deydi. Shunda cho'ng narsa. Shu yutib olgandan keyin uning ichidan sog' salomat chiqish degan bir mumkin emas. Lekin Yunus alayhissalom shu chog'da La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Allah'tan başka hech qanday iloh yo'q. Allah paktur. Men o'zim zulm qildim. Men Allohning iznisiz qavmimni tashlab ketib o'zim zulm qildim deb duo qildi. Undan keyin oyatda ya'ni fastajabna lahu. Uning duosini ijobat qildik. Va najjaynahu minal ghammi. Va beliqning ichidagi g'amkinlikdan qutqizdik. Va kazalika nunjul mu'minin. Har qanday mu'min shunda duo qilsa, uni qutqizamiz deb shunda deydi. Demak, bu duoninki qudrati. Uningdan boshqa nurg'un misollar bor duoninki kuchi haqida. Uningdan keyin İffetning o'zimi bir kuch hamda. Yusuf alayhissalom qarindoshlari tarafidan quduqqa tashlandi. Karvonlar uni elib olib, karvonlar uni setib olib, Misrda qul bozorida sotdi. Bir qul hamda, boshqa bir yutuq bir qul. Shuni Misrninki nima shu bir xazina ishchiga bir kishi uni setib olib uyda xizmatchi qildi. Shu jarayonda u odamninki ayoli Yusuf alayhissalom bilan yomon ish qilmoqchi bo'ldi. Yusuf alayhissalom o'zininki iffetini saqlash yo'lida nihoyat kurash qilib, hatto shu turmaga tashlanib turmada begunoh yetishni, shu yomon ishni qilishdan afzal ko'rdi. Shunda qilib Yusuf alayhissalomninki Allah Taalaga bo'lgan shu ixlosi va iffetini qo'g'dash yo'lidagi shu kurashlari natijasida Yusuf alayhissalom Misrning moliya ministri, hozirgi zamonning tili bilan desak, moliya bo'lib tayinlanadi. Endi u bisetib olgan shuni endi shunda darajaga yetdi. Shu qasidagi ayollardan birisi deydi, Allohning ulug'ligi qaranglar. Bir bozorda setib olgan bir qul Misrda maliye ministri bulup hammadan yemek içmek beradigan shunday bir kishiga aylandi. Allah haqiqatan ulug' deb shunday deyotganda. Demak, istiqomatmi shunga o'xshash bir kuch. Istiqomat degan to'g'ri yo'lda mustahkam bo'lish, iymon etgandan keyin shu yo'lda mustahkam turish. To'g'ri yo'lda turgan prinsipal odamlar haqiqatan kuchli va irodali keladi. Allah Taala hammamizni kuchli va irodali mu'minlardan qilg'ay. Qadrli ko'rman qarindoshlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Yana bir ko'rishgacha Allohni topshirdim. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.